Sizni rozi qildimmikan onam? Dunyolardan to'ydimmikan onam? Baxtimga siz bo'ling amon. Muazzam opa, bu avtomobilni nima uchun oldingiz? Oldin qanaqa avtomobil haydagansiz? Assalomu alaykum. Hurmatli muxlislar, mijozlar. Biz bu avtosalonga kelib, yo'lda o'tib ketayotib, mashinalarni ko'rib yoqtirib qoldik. Kirib ko'rdik, tanishdik. Bu salon xodimlari ham bizga juda ham xushmuomalada, yaxshi muomalada bo'lishdi. Ishlarini rivojini bersin. Biz bu avtomobilni rangini yoqtirib qoldik. Oilamizga mosligini yoqtirib qoldik. Men minsam bo'laveradi. Xo'jayini minsalar ham bo'laveradigan rangda ekan. Ilgari 12 mashinasini minganman, o'tir o'rinlilik degida. Men nevaralarim bilan sig'may qoldik. Endi 7 o'rinlilik oldik. Hammalaring qiziqinglar, kelinglar, olinglar. Yaxshi, juda ham qulay. Hamma narsasi bor ekan. Qulay ekan juda. Onamni olib